insoniyatda ahamiyat berganmisiz? Soddalik hech qachon zeriktirmaydi. Har qanday yo'nalishda oddiylik zeriktirmaydi. Aytishadi-ku, oddiylik bu buyuklikdir deb ko'p joyda ishlatganmiz. Insoniyatda soxta hayot zeriktiradi. Soxta yo'l zeriktiradi. Mana biz orzu qilgan ma'lum bir yo'nalishlar albatta soxta hayot. E'tibor beryapsizmi? Qiyinchilik bo'yicha gapirilgan gaplar insonning yuragiga yoqadi. Nimaga? Chunki qiyinchiliklar, yomonliklar insonning yuragida qoladi. Yaxshiliklar biror insonga yaxshilik qilsin, unutadi uni tezda. Lekin biz eslaymiz yomon hayotimizni ma'lum bir holatda o'zgalarga tarix sifatida gapirib beramiz. Nimaga? Demak, insoniyatda yomonlik hayotidagi tarixlar yozilishi chuqurroq bo'ladi. Demak, biz har doim tariximizga yomonlikni yozishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, bunday holatlarda atrofimizdagi ma'lum bir salbiy oqibatli insonlardan, sizni hayotingizga salbiy ta'sir o'tkazuvchi insonlardan uzoqroq yurishimiz kerak.